Assalomu alaykum. Siz bilan har doimgidek Doktor Alimov va Vatan tibbiyot markazi. Bugun juda ham qiziq mavzu Parkinson kasalligi. Xo'sh, Parkinson kasalligi nimadan kelib chiqadi? Uning belgilari qanday? Unga qanday diagnoz qo'yish kerak va hozirgi kunda uning qanday davosi bor? Birinchi navbatda farqlab olishimiz kerak. Bu sindrom Parkinson bor va Parkinson kasalligi bor. Sindrom degani bir necha simptomlarning qo'shilmasi bu sindrom deyiladi. Sindrom hali bu kasallik degani emas. Kasallik bo'lish uchun ko'pincha qanday bir-biridan farqi bor. Ko'pincha Parkinson kasalligi nasliy bo'lib 40-45 yoshdan keyin boshlansa, sindrom Parkinson yoki qon tomiriga bog'liq bo'lgan Parkinson holati 60-65 yoshdan keyin uchrashni boshlaydi. Sindrom Parkinsonda ko'pincha yosh katta bo'lgandan keyin qon tomir kasalliklari, qandli diabet yoki shunga o'xshagan qo'shimcha kasalliklar ham bo'lishi tabiiy hol bo'ladi. Xo'p, endi Parkinson kasalligining qanday belgilari bor? Bu kasallikni juda yaxshilab bemorning holatiga e'tibor berilsa, kasallikka diagnoz qo'yish oson. Ya'ni birinchi narsa bu harakatlarning susayib qolishi. Bemorga nimadir narsani ol degan paytda sekin, ya'ni bradykineziya, oligokineziya degan holat bor, harakatlarning susayishi. Ikkinchi asosiy belgi bu tinch holatdagi tremor, qaltirash. Qaltirashning ikki xil turi bor. Ko'pincha bu tinch holatda titroq kuchaydigan bo'lsa, bu Parkinson kasalligiga xos bo'lgan tremor turi. Ikkinchisi bu harakatda tremor, qaltirash kuchaydigan bo'lsa, bu essensial tremorga, boshqa kasallikka xos bo'lgan belgi. Uchinchi holat bu nima? Qanday bor belgilari? Endi bu bradykineziyani aytdik, xo'p, tremorni aytdik. Uchinchisi ko'pincha asosiy belgilardan biri bu yuzda yuz ifodasining pasayib qolishi, gipomimiya holati. Ya'ni bemorning o'ziga qaragan paytingiz uni xursand bo'lganini, asabiylashganini sezmaysiz. Ya'ni bir xil ohangda, bir xil yuz tuzilishga ega bo'ladi va gapirgan payti monoton, bir xil, ya'ni inson gapirgan payt uni nutqida baland, past tonlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin Parkinson kasalligiga chalinganlarda bir xil mana shu monoton ohangida gapirganini ko'ramiz. Keyingi asosiy belgilardan biri bu ko'pincha gavdaning oldinga biroz egilganligini, ya'ni qo'g'irchoq yurishni ko'ramiz. Yana bitta belgisi bemor yurgan payti mayda qadam, ya'ni qadamlari maydalashib qoladi. Xo'p, ko'pincha bemorning orqasidan oldidan borib turib o'rasangiz, to'satdan yiqilib tushishlarini ko'rishimiz mumkin. Bir qarasangiz bemor qotib qoladi, bir qarasangiz haddan ziyod tez yurib ketib qolishi mumkin. Bu harakatlardagi koordinatsiyani, harakatlardagi boshqaruvning buzilishidan kelib chiqadi. Xo'p, yana qanday belgisi bor? Ko'pincha og'izdan so'lak oqishi, xo'p, undan keyin ichlarning qotib qolishi, bemorda ko'pincha tushkunlik, bitta gapda hadeb qaytarilishi, uyqu buzilishi, shu bilan birgalikda qon bosimining ko'pincha pasayishi, ishtahasizlik kabi holatlarni ko'ramiz. Endi, xo'sh, shunday belgilar bor ekan, bu kasallikning asosiy sababi nima? Asosiy patogeneziga to'xtaladigan bo'lsak, miyadagi qora modda degan tushuncha bor, modda bor. Bu ko'pincha o'rta miyada joylashgan substansiya negra, черное веществоdan ajralib chiquvchi dopamin degan modda bor. Dopaminning vazifasi harakatlarimizni to'g'ri, qo'pol qilib plavniy, silliq amalga bajarishda, harakatlarimizni koordinatsiyasiga javob beruvchi modda. Bu qora moddada o'zgarish bo'lgandan yoki dopamin sintezida boshqa o'zgarish bo'lgani tufayli insonlarda yuqoridagi belgilar kelib chiqadi. Endi, xo'p, Parkinson kasalligida qanday tekshiruvlar bo'lishi mumkin? Eng asosiysi tajribali mutaxassis ko'rish. Chunki bemorning ko'rigi bu 90-95% holatda bu diagnozga, xo'p, to'g'ri diagnoz qo'yish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu MRT tekshiruvi. Uchinchi holatda ayrim holatlarda shu kasallikka bemor erta yoshda bo'lsa, xo'p, genetik tekshiruv qilinishi mumkin. Xo'sh, Parkinson kasalligi faqat yoshi kattalarda uchraydimi? Yo'q. Ko'pincha bolalik davrida ham, o'smirlik paytida ham Parkinson kasalligini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi belgilari tinch holatdagi tremor, harakatlarning qotishi, yuz ifodasining buzilishi kabi holatlar faqat Parkinson kasalligiga xos emas, balki boshqa bir o'xshagan kasalliklarning ham belgisi bo'lishi mumkin. Xo'sh, davolashda ko'proq nimaga e'tibor berish kerak va qaysi usullari mavjud? Birinchi usul bu hozir kunda dorilar orqali bemorning hayotini yaxshilab tuzatish. Bu nima degani? L-dopa preparat, dopamin ishlab chiqarilmagandan keyin bu o'sha dopamin retseptor agonistlari, L-dopa preparatlari, ayrim o'sha spetsifik dorilar bor, ularni berish orqali bemorning harakatini, titrashlarini, uyqularini, holatini yaxshilash mumkin. Xo'p,
Ikkinchi holat ko'pincha bu lechebniy fizikultura deymiz, davolovchi fizikulturalar, bemorni reabilitatsiya qilish, massajlar qilish, igloterapiya olish, vannalar qilish, massaj olishlar bu ancha harakatlarni yaxshilashga yordam beradi. Oxirgi holat hozirgi kunda 10-20 yildan beri endi yurtimizga kirib kelgan bu turi, ya'ni miyaning chuqur stimulyatsiyasi, ya'ni deep brain stimulation degan ingliz tilida bir holat bor. Ko'proq miyaga chip o'rnatish orqali davolash. Ko'pincha bu Parkinson kasalligining ko'pincha qaltirash formasida, titrash formasida ko'proq yordam beradi. Bu operatsiyani o'zgarishi risklari bor. Bu operatsiyani qachonki dori ta'sir qilmasa, qachonki dorilar tushmasa yoki farmakorezistent formasi bo'lsa, bemorning holati operatsiyaga talabga javob bersa, keyin operatsiya haqida ko'rish mumkin. O'zbekistonda ham 2-3 joyda buni operatsiyasi muvaffaqiyatli qilinmoqda. Bu operatsiyadan keyin bemorning holati ancha yaxshilanadi. Xo'p, siz va sizning yaqin qarindoshlaringizda Parkinson kasalligi mavjudmi? Siz qanday davo choralarini ko'rgansiz? Bu ma'lumotlarga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va albatta videoga like bosishni unutmang. Bitta bosgan laykingiz kimningdir hayotini yaxshilash va kimningdir sog'ayishiga sabab bo'lishi mumkin. Salomatligingizga befarq bo'lmang. Doimgidek siz bilan doktor Alimov va Vatan tibbiyot markazi bo'ldi.